Ariza, bu детский SPF. Endi agar siz upakovkasini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, nomingizni yozdirmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz brendingizni chiqarmoqchi bo'lsangiz, minimum 50 ming shtuk zakaz qilsangiz, rasm tashlaysiz, aytganingizdek qilib beradi. Minimalni 50 ming shtuk olishingiz kerak. Shunda sizga aytganingizdek model chiqarib beradi. Xohlang o'g'lingizni ismini yozdirib qo'ying, xohlang o'zingiznikini. Rasm tashlasangiz bo'ldi, aytganingizdek qilib chiqarib beradi. Ichidagi sostavlarni laboratoriya tekshiradi, hammasini aytganingizdek qilib chiqarib beradi. Xohlagan shampuningizni, kremingizni, sovuningizni, xohlagan teningizni, xohlaganini chiqarib beradi. Faqat kolичество qilishingiz kerak. Zavodga ham yetib keldik qizlar. Ana ko'rib turibsizlar, har bir qavatida har xil tovar ishlab chiqariladi. Bu yerda kremlar, bundan pastda tenlar, tepada parfumeriya. Skladlarni ko'rsatdim. Skladda oxiri yo'q. Juda ham katta qizlar bolalar. Katta zavodga keldim. Ko'pchilik biladi, narxi hozir 10 yuan deyapti. Klientga chiqaryapti.